Assalomu alaykum Edo ijro foydalanuvchilari. Tizim orqali chiquvchi hujjatlarni email pochta manziliga jo'natish mumkinligini bilarmidingiz? Siz uchun ajoyib qulaylik. Jismoniy shaxs yoki yuridik shaxslarning pochta manziliga bir zumda hujjatlarni jo'natishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Keling bu jarayonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tizimga kirib oldik. Devonxona qismiga o'tamiz. Chiquvchi hujjatlar qismini bosamiz. Demak, bu yerda manzil belgilanmagan hujjatlarimiz mavjud. Hujjatimizni jo'natish uchun yuborish degan qismni ochamiz va elektron pochta manzilini yozamiz. Demak, bu yerda Gmail yoki elektron pochta manzili yuridik shaxsning, jismoniy shaxsning elektron manzillari mavjud holatda yoziladi. Demak, boshladik. Pochta manzilini yozib oldik. Yuborish tugmasini bosamiz va elektron pochtaga yetib boradi. Demak, qabul qiluvchi elektron pochta manzili mana bu yerda aks etdi. Tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizki, elektron pochta manziliga ijro xati yetib keldi. Kuzatganingizdek, bu juda ham oson. Endi siz mobil aloqa vositangiz orqali hujjatlarni bir zumda osongina qabul qilib olishingiz mumkin.